bugun rosa ko'pchilik suyak yemirilishdan aziyat chekyapti. Nafaqat suyak yemirilishgacha bo'lgan jarayon bor. Bu kunning ikkinchi yarmida berilsa, organizmda hazm jarayoni yaxshi bo'ladi. Bu birinchi. Koronavirusdan keyin aynan bu mahsulotlarga ehtiyoj yana ham ortibdi, ya'ni organizmda xavfli o'sma kasalliklari uchun ham, yurak qon tomir kasalliklarida juda yaxshi effekt beradi. Meni o'zimga ham savollar ko'p kelib tushadi, aynan suyak yemirilishi xastaligi bo'yicha. Nahotki men yosh ahvolimda shunday qolib ketsam? Bir yilda bir marta qilaman, bilaman garmonligini. 8 litr kefirni fizически mumkin emas. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Biz o'tgan safar ayollar kasalliklari bo'yicha efir qilgandik va efirimizdan so'ng juda ham ko'p ayollarimizdan, hatto erkaklarimizdan ham navbatdagi ko'rsatuvimizga sabab bo'luvchi kasallik haqida so'rashdi. Aynan suyak yemirilishi, ko'ksaltiroz kasalligi bo'yicha ham efir qilinglar va bizga to'liq ma'lumot yetkazinglar degan so'rovlar juda ham ko'plab kelib tushdi. Sizni takliflaringizni inobatga olgan holatda bugun yana men Dilfuza opamni taklif qildim. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Bugungi kunda juda ham ko'pchilikda meni o'zimga ham so'rovlar ko'p kelib tushadi, aynan suyak yemirilishi xastaligi bo'yicha va bundan davolanish, shifolanish o'rniga aksincha orqaga ketayotgan, holati og'irlashayotgan. Shaxsan o'zimni ham qaynonamda suyak yemirilishi kasalligi aniqlanganda, lekin hali u shifokorga olib boramiz, hali bu shifokorga olib boramiz, lekin hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Aksincha gormonlar qilishadi, holat battar og'irlashadi, tanada kasallik bilan kurashishga, shifolanishga kuchi yo'q. Mana shunaqangi muammolar bilan oxirgi paytda juda ham ko'pchilik murojaat qilyapti. An'anaviy tibbiyotda o'zgarishlar yo'q va yillar davomida izlansa ham natija bo'lmayotganligini aytishyapti. To'g'ri, bu kasallik ham hozir eng dolzarb muammo bo'lib ketdi. Yoshlarda bu kasallik, ayniqsa yoshlarda eng achinarlisi bilasizmi nima? Xo'p, mana shu kasalliklarning ko'payishi oldin masalan ma'lum yoshdan keyin qarilik bosqichida bo'lgan. Bu o'sha osteoporoz, osteoxondroz, grija, radikulit. Umuman faqat radikulit degan diagnoz bo'lgan. Mana onam aytardi, radikulit bo'lardi, bizda hech grija degan diagnoz qo'ymaganmiz deb vaqtida ishlaganda. Hozir o'sha grija kasalliklari ham bir nima deydi, yosharib ketdi, juda ko'payib ketdi. Endi qarang, bu kasallikning asli kelib chiqish sababi yana o'sha organizmga kirayotgan makro, mikro elementlar, vitamin va minerallarning miqdori, ularga so'rilish darajasiga bog'liq bo'ladi. Organizmni o'sha hamma organlarda, bunday qarasangiz, suyak ham tirik hujayra. Umuman suyak yemirilishda undagi to'qimalar orasida g'ovaklik paydo bo'ladi, ya'ni suyak mo'rt bo'lib qoladi. Qaltis harakatda yo boshqada suyakni sinishga bo'lgan moyilligi, ya'ni jarohatga bo'lgan moyilligi kuchayib boradi. Endi asosiy sabab nima? Asosiy sabab birinchi navbatda agar o'spirin yoshlar qaraydigan bo'lsak, ularda gazli, rangli ichimliklarni ko'plab iste'mol qilishi. Chunki mana juda ko'p tavsiya qilinadi, o'sha gazli rangli ichimliklar ichmaslik tavsiya qilinadi. Mana oddiy kolani aytadigan bo'lsak, shunaqa yoshlar borki, moda qilib ichadigan darajada hozir shu kolani. Energetik ichimliklar bor. Energetik ichimliklar bor, har xil gazli ichimliklar, lekin ularni tarkibi nafaqat jigarimizni faoliyatini qiyinlashtiradi, ularning ishini da qaydir muammo keltirib chiqaradi, balki o'sha kolalar tarkibida fosfat tuzlari juda ham ko'p. Fosfatlarning ko'pligi bu tanaga kirayotgan kalsiyni ham, o'sha ovqatimiz tarkibidagi kerakli, suyakka kerak bo'lgan elementlarni ham ular mahkam quchoqlab olib chiqib ketadi, ya'ni so'rilishga qo'ymaydi. O'zi shusiz ham dasturxonimizda bular kam. Masalan, oldin o'sha uyda oddiygina damashniy qatig'idan bir kunlik organizmga kerakli bo'lgan kalsiy kiradigan bo'lsa, hozir bu statistika bo'yicha har kuni biz 8 litr kefir ichishimizga to'g'ri keladi. 8 litr kefirni fizически
mumkin emas bu tanaga buni imkonsiz ham. imkonsiz bu narsa birinchidan. Unisi ham mayli Dilfuza opa, oxirgi paytlarda sog'lom ovqatlanish nimasi bo'yicha, PP ovqatlanish bo'yicha aynan sut mahsulotlarini rad etish ham borda. Sut mahsulotlarini iste'mol qilmasligi kerak. Bu hozirgi paytda noto'g'ri yoki mana kartoshkani, nonni chiqarib tashlashyapti ratsiondan-da. Qaysidir ma'noda go'shtga ham hattoki anaqa tavsiya qiladiganlar bor, go'shtga ham rad etilinishi bor. Xo'p, shuncha payt biz mana guruchni ham qo'shishganda, hattoki eshitgan joyim bor. Bularda biz sog'lom ovqatlashgan va Koreyada balki necha yuz yildan beri guruch eng tansiq taomida, non o'rnida. Ha, non o'rnida. Qanchalik to'g'ri bu mana ratsionimizdan olib tashlash sut mahsulotlarini yoki aytayotgan mahsulotlarimmi? Endi qarang, asosan sut mahsulotlari, mana tvoroglar, brinzalar, o'sha tayyorlangan mahsulotlar, bular asosan kunni qaysi vaqtida iste'mol qilishiga birinchi navbatda e'tibor qilish kerak, olib tashlashdan avval. Chunki o'sha bolalarga ham, boshqaga ham tvoroglar, brinzalar foydali deymizda, kunni birinchi yarmida beriladi. Aslida bu juda katta xato. Chunki kunni ertalab birinchi yarmida organizmda kislomolочный kislotali muhit yuqori bo'ladi-da, yana unga kislomolочный o'sha muhitni berish organizmda hazm bo'lish jarayonini qiyinlashtiradi. Bu kunni ikkinchi yarmida berilsa, organizmda hazm jarayoni yaxshi bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchi, biz mevalarni odatlanganmiz kunni ikkinchi yarmida televizor ko'rib olib, yotib olib, to'q-qoringa iste'mol qilishi bu juda xato. Mevalar kunni birinchi yarmida iste'mol qilinishi kerak. Kunni ikkinchi yarmida sabzavotlar iste'mol qilinadigan bo'lsa, tanada o'sha kislotali ishqoriy muhit balansiga to'g'ri keladi va hazm bo'lish jarayoni yaxshi bo'ladi. Endi mana bu mahsulotlarda mana hozir insonlar suyak yemirilishi bormi? Ha, osteoporozing bormi? Mana ost suyak degani xondros tog'ay degan so'zdan kelib chiqqan. Hozirgi paytda bu bitta joyda emas, balkim shunaqa ko'p uchrayaptiki, tanani bir nechta joyda suyak yemirilishi bor. Bu endi fojia. Tinimsiz og'riqlar, boshqalar va insonlar o'ylaydiki, agar men dorixonadan kalsiyni preparatni sotib olib iste'mol qilsam, bu yaxshi bo'lib ketadi. Muammoga yechim bo'ladi. Yo'q. Bu yechim emas. Kalsiyli preparatlar hamma joyda bor, bu noyob narsa emas, lekin agar shu preparat shu kasallikka yechim bo'ladigan bo'lsa, nimaga bu kasallik to'xtamaydi? Nimaga bu kasallik kamaymaydi degan savolni insonlar berish kerak. Avvalo organizmda eng birinchi o'sha qurilish materiali oqsil yetarli bo'lishi kerak. Bizda og'riqli nuqtamiz kalsiy yopishadigan devor bo'lishi kerak, oqsil. Mana buni o'rni to'ldirilishi kerak bo'ladi. Endi bu haligi koronavirusdan keyin kuzatilishni boshlandi, aynan har xil tana a'zolaridagi suyaklarni yemirish bilan bog'liq. Oldin o'sha oyoq sohasida ko'proq suyak yemirilgan bo'lsa, hozirgi paytda o'sha qo'l sohasida ham, to'g'rimi? Ya'ni har xil qismlarda suyak yemirilishi aynan koronavirusdan keyin ko'payib ketdi, to'g'rimi? Xo'p, koronavirusdan keyin ko'payib ketishi, har bitta jarayon o'zidan qanaqadir asorat qoldirganda, koronavirus insonlarda qonni quyuqlashishga bo'lgan moyilligini oshirib yubordi. Kasalliklarning hammasini, nafaqat suyak yemirish kasalliklarini, hamma kasalliklarni 10 yilga tezlashtirdi. Ya'ni bizda 10 yildan keyin bo'ladigan kasalliklar hozirga paydo bo'ldi va yemirishlar nima uchun? Qachon yemiriladi? Suyak tirik hujayra, u biriktiruvchi to'qimadan, ya'ni tashkil topgan o'sha suyak hujayralaridan va ularni doimiy ravishda o'sishi, yangilanishi uchun biz tanamiz hech bir hujayra biz bilan birga 1 yil yashamaydi. U ma'lum muddatda yangilanib turadi. Va 3-4 oyda tana bir butun tana butunlay yangilanadi, to'liq yangilanadi. Shuni biza kursi hatto 3 oydan 6 oygacha iste'mol qilsangiz, siz to'liq surunkali kasallikdan qutulasiz deymiz. Endi o'sha suyakdagi yemirilish nima uchun kuchayib ketdi? Qon quyuqlashdi. Quyuqlashgandan keyin qon aylanish xohlaysizmi yo'qmi buziladi. Chunki bizda shunaqa kapillyar qon tomirlari borki, u bizani sochimizdan 50 barobar ingichka va uni ichida qon yuradi. Mana bu yerda qonni quyuqlashishi qonni harakatini qiyinlashtirgandan keyin aynan o'sha joyga kerakli oziqa moddalar kelmaydi. Va asosan qaysi joyda yemirilish bo'ladi? Qaysi joydagi, qayerdagi yallig'lanish bo'lsa, yallig'lanish hamma joyda o'chog'i yallig'lanish bilan boshlanadi. Tomirdan boshlab boshqa joygacha. Yallig'langan joyda qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi, qon kelmaydi, og'riqlar kuchayadi.
uni juda har xil patologiyasi bor. Kimdadir umurtqa pog'onasida, kimdadir tizza bo'g'imida, kimdadir shunchaki oddiy barmoqlarda bo'ladi. Agar o'sha joyga jarohat bo'lsa, qachondir bir yiqilishlar yoki zarb yeganlar bo'lsa, o'sha suyaklarda o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni shunaqa bir qatlam paydo bo'ladi, og'riqli qatlam suyaklarda. Yo bu kasal tarafga qo'shilib suyak yemirishni kuchaytirish kerak yoki biz uni sog'lomlashtirib sog'lom tarafga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday holatda faqat kalsiyli preparatlarni ichish bu yaxshi natija bermaydi. Nimaga? Chunki kalsiyni so'rilishi uchun organizmga K2, B12, B2 degan vitaminlar kerak bo'ladi. Bularni so'rilishi uchun esa selen, magniy, mis degan minerallar kerak bo'ladi. Birini ikkinchisi to'ldirib turadi. Shuncha aytamanki, birinchi navbatda hozirgi maytda nafaqat o'spirin yoshlar, hozir tug'iladigan bolalarda ham mana vrajdonoy vывих deydi, tug'ma chiqishlar juda ham ko'p. Oldin bo'lmagan, mana bechora bola oyog'ida shinasi bilan 8 oylab, 1 yillab yuryapti. Kalsiy tanqisligi. O'shada boyagi son suyagini boshchasi shakllanmayapti. Da buni natijasida organizmda qizlarda boshidagi liqildoq qotish kerak, bu liqildoqlar qotmayapti, tishlar chiqmayapti, bolaning nutqi rivoj bo'lmayapti. Bular hammasi bir-biriga bog'liq jarayonlar. Biz nima qilamiz? Imенно o'sha logopedga majbur qilamiz bolani. 10 ta logopedni o'rtasiga qo'ymaysizmi? Miyaga kerakli gapirish markaziga kerakli narsa yetib bormasa, masalan, logoped degan mutaxassis oldin nimaligini o'zimizdan bilmaganmiz. Bola logoped nima ekan deb, to'g'rimi? Shunaqa bir tor yo'nalishda mutaxassislar shakllangan-da, hattoki bola emmasa alohida yana bir mutaxassisga borasiz, emizishni o'rgatadi bolaga-da. Shunaqa. Shuning uchun ham mana aytamanki, aynan o'spirin yosh qizlarda bo'lg'usi onalar ular. Bo'lg'usi onalar o'zini oziqa ratsioniga bular qarash kerak bo'ladi, e'tibor berish kerak bo'ladi. Aynan o'sha tarkibida oqsilga ko'p mahsulotlarni aynan ko'proq dukkakli o'simliklarda oqsillar ko'p deymiz, lekin aksariyat xalq dukkakli o'simliklardan qo'rqadi. Nimaga? Chunki allergiya avj olib ketadi. Mana go'sht mahsulotlarini cheklash deyapsiz, boshqa. Bularni organizmni qanaqadir narsadan cheklov qilib emas, organizmda ochlik, bo'sh joylarni to'ldirib davolashi yo'lini ko'rish kerak. Chunki bizda bo'sh kataklar ko'p. Bitta oqsil sintez bo'lishi uchun aytaylik 10 xil aminokislota kerak bo'lsa, shuni 5 xili organizmda o'zi sintez bo'ladi, 5 xili tashqi muhitdan shart va majbur kirishga. Tushunasizmi? Ana shu 5 xili kirmayapti. Nima uchun guruchdan cheklayapti? Nima uchun kartoshkadan? Chunki hamma mahsulotlarimiz juda qayta ishlov beryapti. Oldin bilsangiz, enalarimiz aytardi, guruch suviga boshlaring yuvsalaring, sochlaring yaltiraydi deradi. Da hozir guruchi qo'lisiga nimasi urmaydi. Uni urmaydi, guruchi uni yo'q, shu darajada yaltirab turadi guruchlarimiz. Nonlar qora, zog'ora nonlar bo'ladi. Ular qotmasdi. Bir tishlab yesangiz, hozirgi nonlarni nimadir qo'shib yemasangiz, yeyolmaysiz, chunki rezinkaday ular vishi sort un, ya'ni oliy sifatli, hattoki chekka qishloqlarga mana boramiz, o'sha yerda ham bir qora non ko'rmaysiz, oppoq nonlar keladi. Men aytamanki, buni kepagi qani? Kepagi tovuqqa beramiz, qo'yga beramiz, semiradi. Biz ichini yeymiz, ichimiz qotadi, qabziyat ularni ichi qotmaydi, ular naborot pitaniya oladi. Shuning uchun iloji boricha nima sotib olasiz? Mana Gerkules olamiz, tamposhonkalar, har xil ertalabki oziqaga iloji boricha qayta ishlov berilmaganini olinglar deymiz. Mana mikronutriyentlar deb aytyapmiz. Hozir nutritseptika juda ham bir davlat siyosati darajasiga chiqdiki, prezidentimiz hattoki unlarni ham mikronutrient qo'shilmasdan sotuvga ruxsat berilmaydi degan qarorlarni chiqardi. Sizning gapingizdan tushunyapmanki, koronavirusdan keyin aynan bu mahsulotlarga ehtiyoj yana ham ortibdi. Ya'ni aholi bilishi kerak ekanda, aynan koronavirusda qolgan o'sha bo'shliqlarni, bo'sh katakchalarni to'ldirish uchun oldingidan ko'ra ehtiyoj kattaligini. Ehtiyoj juda ham katta, chunki kimda nima kasallik bo'lgan bo'lsa, u sekin yoki inson hal bilmagan bo'lsa, bu kasallik o'yladiki, birdaniga shu Coviddan keyin shunaqa bo'lib qoldim deyishadi juda ko'p. Yo'q, opa, Coviddan keyin bo'lmagansiz. Bu aslida sizda rivojlanib yurgan. Chunki bizda kuchli og'riq bo'lmasa, baribir
aholimiz shunaqaki, xalqimiz juda ham bolajon, juda ham oilaparvar, o'zini doim 5-o'ringa qo'yadi, vrach shifokorga murojaat qilmaydi. Shuning uchun ham bu mahsulotlarga ehtiyoj mana oxirgi 3 yilda haqiqatan ham mahsulotni eshikdan o'zi so'rab keladigan insonlar. Mayda qandaydir osonlashdi, insonlarning qalbi ochilyaptimi yoki tibbiy madaniyati oshyaptimi deymanda. Bu mahsulotlarni o'zi so'rab keladiganlar, 7 yil oldin ichgan, 5 yil avval ichgan so'rab kelgan. Chunki o'zim ham bir vaqtlar shu mahsulotni ichganda tizzamdagi kuchli yemirilishdan yoki kechasi uyqusizlikdan xalos bo'laman deb ichmaganman, to'g'risi. Da shunchaki ichganman. Sizda ham bormi tusdagi? Da, menda o'ng tizzamda shu darajada nafaqat yemirilish bo'lgan, bu yerda sinovit degan diagnoz ham qo'yilganda, meni ukam eng kichkinamiz oilada travmatolog, eng injiq bemori o'zim bo'lganman, aytganda qilmaydigan. Rosa 3 kun uxlamagandan keyin уже 4-kunga sabringiz yetmaydi-da, уже xolismi, xolamismi asabingiz chiqadi-da. Уже telefon qilardim, "Sen qanaqa travmatologsan, bitta opangga oyog'ini o'xshata olmasang" deb shunaqa bo'lardi. Ba'zida har 2 oyda men kelardim blokadaga. Bilasizmi, og'riq aynan uxlaydigan paytingiz boshlaydi, alam qiladigani, dam oladigan paytingizda hamma mazzaga uxlaydi, siz tizangiz bilan ovora. Vayvaylab chiqasiz. Da, tizangiz bilan ovora, uxlolmaysiz, keyin jahlingiz chiqadi, o'tirib yig'laysiz, baribir yana hech kim joningizga oro ham kirmaydi. Hech kim joningizga oro kirmaydi. Keyin ukamga kelardim, "Opa, muncha tez kelasiz. Bu blokada axir, bu gormon. Odamlarga bir yilda bir marta qilaman, bilaman gormonligini. 3 kun uxlamadim, jinni bo'lishim kerakmi?" derdim-da. Yana blokada olardim. Bilasizmi, baribir gormonal preparat organizmda balansni buzadi. O'zi xudo ozgina bo'ydan qisgan, nima deysiz, eniga qarab ketib boshladik. Mayli, og'riq u narsa hech narsa emas-ku, lekin ichakda, jigarda, o'tda muammolarni keltirib chiqardi. Da bu narsa og'riq bermagani uchun unga e'tibor bermaganmiz. Bilasizmi, shu oyoq og'riganda keyin shishib ketar edi-da, og'riqlar shu darajada kuchli bo'lar edi. Nima qilishim kerak desam, "Opa, kamroq yuring" der edi. Endi hozir men sizga aytsam-da, barchinoy kamroq yursangiz kasal bo'lmaysiz desam, qanday, uni hech ham iloji yo'q bo'lsa kerak. Chunki o'zi piyoda yurish yaxshi ko'raman. Men oldindan ham qo'limda yukim bo'lmasa 10 kilometr ham, 15 kilometr ham ketaveraman, havo yaxshi bo'lsa. No, kamroq yuring degani o'sha bo'g'imlarda ishqalanish kamayadi. Sinovit degan diagnoz erda suyuqlik bo'ladi, bo'g'imlarning orasida hammasida suyuqlik kamaygandan keyin suyaklar bir-biriga uriladi. Natijada og'riq beradi. Endi aynan shu mahsulotdan men juda ham chiroyli natija olganman. Shuning uchun men aytaman, agar shu bo'lmaganda Dilfuza 9 yildan beri ahvoling nima bo'lardi, uni даже tasavvur qilishga ham qo'rqaman. Chunki tez o'sha blokada olib boshlagandim da. Bilasizmi, vaqt o'tib odamlarni o'sha tizzasidagi og'riq bo'lib, keyin esimga kelganda, menda ham og'riq bor edi. Tanangiz og'rimasa, bu kasal esdan chiqib ketar ekan odamda. Endi bu mahsulot qanaqa ta'sir qildi tizzaga deysiz? Aslida bular organizmda 6 ta eng muhim a'zolar bilan ishlaydi. Aynan Reishi Gold'da shunaqa xususiyati borki, bu birinchi bosh miyiz qon aylanishini yaxshilaydi, uyqungiz yaxshilanadi. Buni tarkibida buyraklar faoliyati bilan ishlaydigan gonoderma, o'sha buyraklar, filtr organlar. Buni tarkibida o'pkamiz filtrlari bilan yaxshilanadi. Taloq bizada eng zo'r o'sha qon deposi va qon kladbishi deb nima qilinadi. Bu organlar faoliyati bilan ishlaydi. Jigar faoliyati bilan ishlaydi. Organizmda 6 ta zich organlar faoliyatini tartibga solgandan keyin qonni reologiyasi o'z-o'zidan yaxshilanadi, ya'ni qonni tarkibi va o'sha joyda qon aylanishi yaxshilanadi. Mana bir joyingiz og'risa, bolalar biroz massaj qilib qo'ygin, ishqalab qo'ygin desa yengillashamiz, chunki tegingandan keyin o'sha yerda qon aylanish yaxshilanadi. Xuddi shu holatni bu beradi. O'sha joyda qon aylanish yaxshilanadi. Chunki suyaklarni yemirilishi xohlaymizmi, yo'qmi, bir uchi gormonal o'zgarish bilan ham bog'liq. Organizmda gormonlar faoliyatini tartibga solishda bu mahsulotga teng keladigan yo'q. To'g'ri, bu gormonal preparat emas, lekin tarkibida shunaqa adenozin, triterpenoid, shunaqa organik minerallarga borki, har qanday kamqon insonda kislorodni olib kirish darajasini 1,5 barobarga oshiradi. Kislorodli muhitda og'riqlar bo'lmaydi.
Covid tarqagan paytda men o'zimni sog'lomman deb yurar ekanman. Aslida men ham juda kasal bo'lgan ekanman. Chunki ishlar bilan, bolalarning tashvishi bilan men o'zimni kasal demagan ekanman. Immunitetim past, juda ham pastligi, qonim kamligi o'sha Covidda menga ish ko'rsatib qo'ydi. Men 2020-yilda juda kuchli darajada Covid bo'lganman. Qarangki, soat strelkasi aylanib, o'sha Covid bo'lgan mahalimga kelganda ikkala oyog'im ishlamasdan men bitta joyda qolib ketdim-da. Menda 3 ta o'g'il, qizim yo'q, menga qaraydigan odam yo'q. Haligi ikkala o'g'lim meni qo'ltig'imga kirmasa, oyog'imga kirmasa, men yura olmas edim. Men yig'laganman, Xudoga nola qilganman. Nahotki men yosh ahvolimda shunday qolib ketsam. Alloh menga bu sinoving bormidi endi deb turgan paytimda yana o'zimda kuch topa oldim-da. Yo'q dedim, o'g'lim tuzaldi-ku. Men gano shifogani apparatlariga tushaman. Yaxshi mutaxassis doktorlarimga uchrashaman-da. Mahsulotlarni endi Gold seriyalarni hammasini olib ichish davri o'zimga kelibdi. Endi men mana shu mahsulotlarni o'zim uchun ichaman dedim-da. Qarang, 6 oy deganda men mahsulotlarni zo'rligini bildim. O'zimda kuch topib bemalol yurib keta oldim-da. Men Ganoda ishlayotganimda, reklama menejeri bo'lib yurgan paytimda, reklama menejeri bo'la turib o'zimda ishonch bo'lmagan ekan bu mahsulotlarga. Men ichimliklarni ichardim faqat. Gold seriyalarni qanchalik kuchliligini mana shu o'zimdagi muammo suyak yemirilishdan zo'r a'lo darajada natija olganimda juda kuchli mehr qo'ydim. Men bu mahsulotlarni 150 yoshga kiramanmi, 200 yoshga kiramanmi, umrimda oxirigacha mana shu mahsulotlarni ichib yuraman. Yosharib, go'zal bo'lib, hech qachon kasal bo'lmayman. Mana shu mahsulotlar meni eng yaqin do'stlarim, har doim uyimda dehqonchilik bo'ladi deb o'zimga qaror qilganman. Va mana shu qarorimda abadiy qolaman. Bu meni qasamiyotim. Allohga bergan so'zlarim bu meni. Ha, o'ng son suyagimda ham yemirilish bo'lgan. Chunki namoz o'qiyotganimda oyoqlarimni qimillatolmay qolganman. Yig'laganman. Keyin hammasi baravar tuzaldi-da. Qarang, mo'jizakorligini. Bir 6 oyda o'zi natija zo'r bo'ldi menda. Keyin yana undan keyin ozgina og'riq bo'lganda bularni ham batamom yo'qotishim kerak deb mana haligacha to'xtatmaganman. Mahsulotlarni doim ichib yuraman. Eng zo'ri qarang, men 112 kilo edim. Hozirgi kunda 27 kilo vес tashadim. Yengilman. Mana shu mahsulotlar menga juda ham katta yordam berdi. Har bitta kasallik avvalo psixosomatikda, ya'ni avvalo kasallikda boshlanishi ruhiyatda boshlanadi. Aynan suyak yemirilishi ham ayollarda agar kuzatilayotgan bo'lsa, men psixologik tomonni ochib beradigan bo'lsam, bu meni suyanchig'im yo'q degani. Ya'ni kasallik mana shunday gapiradi. Menga suyanchiq yetishmayapti. Kasallikni qaysi qismda rivojlanayotganiga qarab bemalol tashxis qo'yish mumkin. Agar ayol kishini tanasini chap qismidagi suyaklar yemirilayotgan bo'lsa, ona tomonidan yetarlicha qo'llab-quvvatlov yetishmagan bo'ladi. Agar tanani o'ng qismida, ya'ni teng yarmimizdan o'ng qismi, o'ng oyoqdami, o'ng qo'ldami yoki o'ng yelka qismdami suyak yemirilishi boshlangan bo'lsa, demak erkaklar tomonidan qo'llab-quvvatlash yetishmagan bo'ladi. Men kuzatgan insonlarda kimdadir chap oyog'ida, kimdadir o'sha bo'yin qismida, kimdadir yelka qismida osteoxondroz ko'rinishida boshlanganini kuzataman va ular bilan suhbatlashib ko'rganimda rostdan ham hamma narsani o'zim qilishim kerak, o'zim uddalashim kerak degan tushunchaga qattiq kirib ketishganligini topamizda va atrofida uni qo'llaydigan odamlar borligini avvalo tushuntirishga harakat qilaman. Shuni o'zida ularning xulosasini o'zgarganini o'zida og'riq kamayganini aytishadi-da. Lekin aytib o'tganimizdek, ruhiyat bilan ishlaymiz, to'g'rilaymiz, tartibsiz bo'lgan joylarni tartiblaymiz, mehr e'tibor etmagan joylarga mehr beramiz meditatsiyalar bilan, amaliyotlar bilan. Lekin aytib o'tgandek, tanaga tashqaridan beriladigan ko'mak ko'rsatilmasa, ya'ni ikkita tomonlama ko'mak ko'rsatilmasa, bu ma'lum joygacha xizmat qiladi xolos. Ko'pchilik aytadi-da, nima uchun qanchadir kursdan keyin yana menda qaytalanish bo'lyapti
yoki menda yaqinda bir kursimda ko'ksaltrozdan kasallangan bir ayolimiz shunaqa уже nevrozga yaqinlashib qolgan holatlari, shunaqa shoshyapti. Menda ko'ksaltroz, turmushga chiqmagan qizimda ham kuzatilishni boshladi. Oyog'i oqsayapti. Уже men uni turmushga chiqa olmay qolsachi degan qo'rquv boshlandi menda dedilar. Holatlari, ruhiy holatlari meni ma'lumotimni qabul qiladigan holat emas edi ularda. Keyin aytdim, siz yaxshisi kursda o'qib chiqing dedim. Kursda o'qib, ya'ni ular tinchlanib olishini xohladim. Agar hozir men sizni bu holatingizga dedim individual konsultatsiya qiladigan bo'lsam, hozir menga faqat katta pulni sarflaysiz, lekin qabul qilmasligingiz bilan yana o'sha holatda qolishingiz mumkin. Tushunib olishingiz uchun avval kursni o'zlashtirishingiz kerak degan tavsiyani berdim. Kursda o'zida ancha holatlari yaxshilandi. Lekin mahsulot ko'rinishida aynan bu mahsulotlarni tavsiya qilsak bo'lar ekan, tanasiga ko'mak ko'rinishda. Bugun rosa ko'pchilik suyak yemirishdan aziyat chekyapti. Suyak yemirish tezlashib ketganligidan juda katta summalarga operatsiya qildirayotganlar bor. Lekin hech qanaqangi katta o'zgarish, katta natija yo'q ularning hayotida. Nima uchun? Chunki ruhiyatda o'zgarish bo'lmayapti, fikrlash o'zgarmayapti va tanaga to'g'ri ozuqa berilmayapti. Da, shunday birinchi navbatda suyaklarda muammo bo'lmasligi uchun suyakni ham ma'lum bir qismi suvdan iborat. Suv ichish rejimini, ya'ni tirik suv ichish rejimini to'g'irlash kerak bo'ladi. Harakat agar normada bo'lishi kerak, boyagidek ovqatlanish ratsionida. Endi bularda qanday ishlaydi bular suyak yemirish bilan? Mana hozir o'tganingizdek juda ko'p insonlarda son suyagida yemirish kuchayib ketyapti-da, son suyak boshchasi yemirilib ketib, endi protezlar qo'yilyapti. To'g'ri, bu tekinga emas, yaxshigina xarajat, lekin bitta suyakda bo'layotgan yemirilish u bitta joyda bo'lmaydi. O'sha yetishmovchilik butun tanada. Butun tanadagi yetishmovchilikni butun tanani almashtirib bo'lmaydi-ku, butun tanaga sun'iy nima qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'sha oziqa ratsionda boya aytganimdek tartib bo'lish kerak. Bu mahsulotlar hozir o'sha ming chiroyli dasturxon qilganingiz bilan aynan shu mahsulot tarkibidagi mahsulot nima yo'q. Chunki mana aytamanki, o'sha bittagina damashni tuxumdan oladigan sink ruhimiz hozir 27 ta fabrishni tuxumdan olamiz. Xuddi shunaqa. Faktiski 27 ta fabrishni tuxumni iste'mol qilib bo'lmaydi yoki har kuni 8 litr siz kefir icha olmaysiz yoki temirni o'rnini qondirish uchun oldin bittagina olma yetarli bo'lgan, hozir 5 kilodan ziyod olma yeyishingiz kerak. Men hozir 3 ta element haqida gapirdim. Lekin bunaqa elementdan 90 ta kirish kerak, yana 87 tasini sizga aytishim kerak. U bir stol mahsulot bo'ladi, 65 kilogramm. O'zi 59 kilogramm bo'lsam 65 kilogramm mahsulotni qanaqa qilaman? Olimlar o'ylayapti, xo'p nima qilishimiz kerak? Jadal rivojlanyapti hamma joyda. Qanday qilishimiz kerak kasalliklar va aytayaptiki, shu 65 kilogramm mahsulotni ichidagi hamma kerakli narsani olib bitta kapsulaga joylashtiryapti. Qaysi birida bor hozir? Aynan mana shu hammasida shu mahsulot bor. Aynan bitta kapsula mana shu kapsulaga har bittasini ichida kapsula holatda joylashtiriladi. Bir kunda demak o'zimizga tanamizga kerakli makro va mikroelementlarni qabul qilish uchun 65 kilogramm ko'rinishdagi ozuqa iste'mol qilishimiz kerak. Da, endi buni iloji yo'q va bular mikronutrient deyiladi. Hozir mana nutritseptika degan termin yangi kirib keldi va ana shu har bitta kapsulada, masalan, siz o'sha Exelium Gold juda chiroyli to'yintiruvchi, oqsil bilan to'yintiruvchi, minerallar bilan, organik minerallar bilan, shuning uchun aynan bu mahsulotni qo'llash mumkin bo'lmagan holat yo'q deyiladi. Shuning uchun bugun go'dak tug'ilsa, ertaga beringlar Exelium Gold deyman, chunki boyagidek onalarimizda yetishmovchiliklar juda ham ko'p. Va o'sha qizlarga, o'spirin qizlarga, va har qanday yoshdagi insonlarga bu juda yaxshi oziqa. Endi qarang, mana shu bitta Exelium Gold ichida, bitta kapsulani ichida o'sha nafaqat bosh miya uchun, hattoki boyagi suyaklar tizimi uchun ham kerakli bo'lgan barcha makro mikroelementlar bor. Qarang, Exelium Gold ichgan paytda albatta yonida Reishi Gold bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki Reishi Gold boya aytgandek qon qizil
organlar bilan ishlaydi. Qachonki qon aylanishi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda og'riq qoladi. Mana ko'p holatda o'sha suyak yemirilishi, grija holatlarda og'riq bilan keladi. Qachonki og'riq bo'lsa, ular murojaat qiladi shifokorga. Og'riq bo'lmasa, bunga murojaat qilmaydi. Aynan Reishi Gold tarkibida shunaqa kuchli bir nima deydi, mo'jizaviy tarkibga egaki, bular o'sha organik minerallarga boy bo'lgani uchun organizmda har qanday kamqon insonga 1,5 marta ko'p kislorod olib kiradi va o'sha joyda analitik ta'sir qiladi. Ya'ni og'riq qoldiruvchi bo'ladi bu mahsulot. Reishi Gold yetilgan, 3 oyda yetilgan ganodermadan olingan. Bu to'liq o'sha organizmda xavfli o'sma kasalliklari uchun ham, yurak qon tomir kasalliklarida juda yaxshi effekt beradi. O'sha suyak bilan bog'liq muammolarda juda ham yaxshi, yiringli yaralarda juda yaxshi tozalash xususiyatiga ega. Bitta shu kapsulada hozir bir kunda 65 kilogramm ozuqadan olishimiz kerak bo'lgan makroelementlarni endi bunda ko'proq tozalash xususiyati bor, bunda to'ldirish xususiyati bor. Shuning uchun yoshimiz agar 25 yoshdan yuqori bo'lsa, 20 yoshdan yuqori ham desak bo'ladi, har bittasidan bundan ikkita Reishi Gold ikkita ichadigan bo'lsa, kunlik o'sha boyagi bir stol narsadagi mahsulot kirib turadi va siz kasallikdan kafolatlanasiz. Cortigold qo'shiladigan bo'lsa, endi boshlangan yallig'lanish o'choqlari ham yo'qolinadi. Chunki hamma narsa o'sha suyak bo'g'im kasalliklarida ham asosiy narsa yallig'lanish. Va buni shunaqa xususiyati borki, kapsulalarning ustki qismi juda tez eriydi. Mana aptekadan iste'mol qilgan bo'lsangiz, kapsulalar bu og'ziga namga tegandan eriydi, chunki ustki qismida ham hech qanaqa ximikat yo'q, guruch kepagidan tayyorlangan va juda chiroyli eriydi. Ovqat hazm qilish sistemasida hech qanaqa nojo'ya effekti yo'q. Demak, hozir suyak yemirilishiga mana shu 3 tavsiya qila olasiz va buni qancha muddatda ichganda natija ola olishadi? Endi qarang, bu mahsulotni nima uchun tavsiya qilamiz? Aynan suyak yemirilishda yoki osteoxondroz, osteoporoz suyaklarda tuz to'planadi, boyagiday sinovit degan diagnozlar qo'yiladi. Bu aynan ham virus ham bakteriyaga qarshi juda spektri keng antibiotik hisoblanadi. O'sha Cordycepsdan olingan, lekin buni Ganoexil korporatsiyasi o'sha ekstrakt holatida 100% hujayraga so'riladigan darajada chiqargan. Va o'sha joydagi yallig'lanish o'chog'ini biz yo'qotmasak, bu narsa qayta bezovta qilaveradi. Shuning uchun ana shu 3 ta mahsulot endi suyak yemirishning darajasiga qarab 5 oy, 6 oy, ba'zida 8 oy endi yemirishi darajasiga qarab tavsiya qilinadi. Lekin baribir nafaqat suyak yemirilishi, suyak yemirilishgacha bo'lgan jarayon bor. Bulardan ham xalos bo'ladi-da, umuman sog'lom, chiroyli, og'riqsiz yashashga o'tadi insonlar. Bugungi tavsiyalarimizdan keyin o'ylaymanki, dorixona yurishni to'xtatishadi va Ganoni do'koniga kelib, bemalol xarid qilib iste'mol qilishlari mumkin ekan. Men o'zim ham ancha o'zimga kerakli ma'lumotlarni oldim. Bu uchun sizga rahmat aytaman. Bizni kuzatayotganlar ham o'zlarining muammolariga yechim olisha oldi deb o'ylayman. Ham psixologik, ham aynan ozuqaviy modda bo'yicha yoki dori-darmon bo'yicha ham eng to'g'ri tavsiyalarni olisha oldi deb o'ylayman. Rahmat aytaman Dilfuza opa. Sog' bo'ling. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun va keyingi suhbatlarimizda, Dilfuza opa bilan qiladigan suhbatlarimizda aynan qaysi kasalliklarda yoritishimizni xohlaysiz? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz sizni takliflaringizni inobatga olamiz. Suhbatimizni keyingi sonlarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayrlashmayman.